qirol liderlariga keluvdik, odamni qaranglar. Qabulga qancha odam yig'ilib ketgan. Jigar nima bo'lyapti o'zi bega? Qabul qilyapmiz. Qabul a? Ko'pchilik noto'g'ri tushunishibdi. Mana shu ta'tilga faqatgina kelib o'qisanglar deb. Bu alohida-ki, jendra bilan nima qo'yiluvdi. Shuni bir uzaytirsangchi-ga, nima deysiz? Ota-onalar o'zi juda ko'p yozishdi. Xudo xolasa buni ochib qabul yana ochib yuboramiz bunga. Bugun shuni videosini qo'yamiz. Bemalol qabul yozsanglar bo'ladi. Nafaqat ta'til. Xohlagan payt kelib, farzandingizni repetitor yo bo'lmasa, mana shu iqro maktabiga kelib topshirib ketsangiz bo'ladi. Odamni ko'ryapsizlar qanchalik ko'p. Apajon, farzandingizni olib keldingizmi? Xudo xolasa, qayerga o'qiydilar ular? Qayerga o'qiganlar? Abdulla Qahhorga. Qanday o'zi? Nima tillar o'rgatdi yerga? Matematika bo'yicha. Matematika? Iqroni eshitgansiz? Yoqadimi sizga? Yaxshi. Mana o'zlar rahbari chiga samimiy inson. Xudo xolasa farzandingizga yaxshi dars beradilar. Kelaverasizlar jigarlar sizlar ham.